Do'stlar, sizlar bilan Farruh Eshmatov. Do'stlar, mana bugun 2021-yilning 1-2 yilning eng go'zal fasli, bahor fasli kirib keldi. Mana bugun biz Rossiya Federatsiyasining Orenburg shahridamiz. Bugun bahorning 1-2 mart kunlari O'zbekiston xonadonida to'y kechasi ekan. Biz hozir mana shu to'y kechasiga tashrif buyuramiz. Fursatdan foydalanib, kelin-kuyovlarimizga baxt, sihat, salomatlik, dunyodagi eng ezgu niyatlarning barchasini tilab qolaman. Xonadonlaringiz to'lguncha shirindan shakar farzandlar tilayman. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Hurmatli do'stlar, har soniyangiz, har daqiqangiz, umringiz mana shu bahor faslida juda go'zal o'tsin. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Do'stlar, barchaga mehmonlarimiz shildir suvlar oqar tabasharning arig'iga qamish kiramiz.
qatnashchilari, kutilagimiz, kutilgan do'stimiz, namaz nomida. Yalangalar yoshligimni eslasam-chi yoshligimni eslasam-chi ko'zlarimga surkar edim bir zamonni xonimga qo'yganda shotimni zebikonni sevardim zebikonni yangi yoshligimni eslasam-chi ko'zlarimga surkar edim bir zamonni xonimga qo'yganda shotimni zebikonni sevardim zebikonni boyvachcha tortib oldi tillaga sotib oldi qo'ltarimni oqlaytirib oldim zebikonni sevardim zebikonni yangi yoshligimni eslasam-chi ko'zlarimga surkar edim bir zamonni xonimga qo'yganda shotimni zebikonni sevardim zebikonni
ülkelerimiz taleblerine binoan, yani Kur'an'ı yigitler için. Ulan aytsam, coşup ayto, ayno.
ko'z bilan qarama mana shuni onaxonlarimiz, opalarimiz iltimos qilishdi. Xorazmcha qo'shiqlarimizdan ijro berishimizni. Marhamat, xo'jalarimiz, onajonlarimiz. Qo'shiqlarni shuhrat. Hurmatli mehmonlar, ko'chamizda 692 avtomobilni olishga ruxsat so'rayapti. Iltimos qilamiz. Kim boshqasi bo'lsa, yo'ldan olib qo'ysa ekan. 692 avtomobil kimniki bo'lsa, iltimos.
Huzur so'roqlaringizda tabrik so'zlari bor ekan. Huzur so'roqlarimiz sog'lig'iga rahmat. O'ylagan xonadonlarda chiroyli to'ylar bo'lsin deb qolaman. Hurmatli aziz mehmonlar, huzur so'roq qolamiz. Albatta tabrik so'zi bor ekan. Tabrik so'zini o'tkazib olamiz. So'ng barchalaringizga, hammalaringizni davramiz to'riga, badiiy maydonimizga raqsga xirom elishga chorlab qolamiz. Baxt gullariga ko'milib yashang. Sevgi sharobiga cho'milib yashang. Hayotda bilmang hech qayg'u neyligini, faqat sevib yashang, dunyoda sevilib yashang. Hurmatli aziz mehmonlar, davramiz to'riga kelgan mehmonlarda tabrik so'zlari bor ekan. Shunday qilib aziz kelin-kuylarimizni tabriklamoqchi bo'lgan 1996-yil do'stlar nomidan Abbosjon ukamizning nomidan sizlarga tabrik ekan. Sizlarga sog'lik, salomatlik, omad, baxt Abbosjon ukamizga chiroyli guldiroz qarzdoshlaringiz do'stlaridan. Albatta sog'lik silab qolamiz. Aziz kelin-kuylarimiz, shunday qilib davramiz to'riga Xudo tomonidan kelgan mehmonlarimiz bor. Albatta har bir inson yaxshi niyat bilan kelgan. Shunday qilib davramiz to'riga mehmonlarimiz Xudo tomonidan kelgan akalarimizga, tog'alarimizga, yengalarimizga, singillarimizga berayotganmiz so'z navbatini. Shunday qilib davramiz to'riga kelin podshohimizning tog'alaridan Inomjon, Qahramon, akasi Ozodbek hamda pochchasi Mirjalol, akasi Mirjalol, pochchasi Sherzodjon hamda kelin podshohimizning oilaridan Oyizoda, Gulzoda singillarimiz badiiy maydonimizga chorlab qolar ekanmiz. Guldiroz qarsaklar ila davramiz to'riga kutib qolamiz. Kelingizlar. Xudochilik ming yil degan davramiz to'rida Xudo akalarimizni, Xudo opalarimizni, singillarni davramiz to'rida kutib qolamiz. Kelingizlar so'zlama sizlarga. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoqlardan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugungi shogiona kechimizning sababchilari jiyanimiz Hurmatay hamda kuyovimiz Somoylarning nikoh va baxt kechalari. Men shu fursatdan foydalanib oila a'zolarim nomidan ilk yoshga baxtdan taxt qilaman. Navozilgi sharoitga bog'liq munazir Hurmatayni hamda farzandlarini mehr bilan o'stirib, o'ndirib yurgan otajonim nomidan hamda ukasi nomidan, jami og'ay qarindoshlar nomidan ular chekishga baxtdan taxt tilab qolaman. Hamisha baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Ota-onalaringni hamma vaqt hurmat qilib, izzat qilib yuringlar. Rahmat, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz borlar. Ana fursatdan foydalanib, bizdan tabrik so'zi teklangan. Ana shu Husanbay hurmatlarini to'ylarda qatnashamiz. Ana shu fursatdan foydalanib tabrik so'zlarim doimo baxtli bo'linglar. Kelajakda nima qilganlaringiz bo'lsa shunga erishib bo'laveringlar. Kelajakda bola-chaqalaringiz ko'p bo'lsin. Yana shu xizmat
harbiy xizmat sabablari bilan qatnashmayotgan o'g'lim Muhsinjon nomidan ham juda tabriklar qo'yaman. Barcha tilaklar, barcha omadlar sizlarga. Doimo sog' bo'linglar. E'tiborlar shu rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar, mana bu yo'lishimiz sababchilar bo'lmish sinfni hurmatli kuyovimiz Husanboylarning baxt kechalari ekan. Men bu 2 yoshga uzoq umr, sihat salomatlik, baxt tilayman. Hamisha sog' bo'linglar. Mana shu yerda qatnashayotgan barcha qarindoshlar, anaqilar nomidan tabriklayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana bugun jiyanimiz Hurmatli xonning yana kuyovimiz Husanjonning nikoh to'ylarida barcha mehmonlar bilan tashrif buyuribmiz. Avvalambor sizlarga baxt, omad, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, barini Allohdan so'rab qolamiz. Mana shu yerda qatnashayotgan podshoh nomidan tabriklar bo'laman. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaqinga kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun jiyanimiz Hurmatli va kuyovimiz Husanboylarning baxt nikoh kechasi o'tirib ekan. Bu 2 yoshga chin qalbimizdan oila a'zolari nomidan baxt, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Doim baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun shu qilishimizning sababchilari bo'lmish Bojom Husanboy, singlim Hurmatli. Men sizlarga baxt tilayman. Baxtli bo'linglar. Bojomlar bilan отдельно tabrik sizlarga. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Xudoga qatnashgan. Mana bugun sababchisi singlim va kuyovimiz Husan. Men sizlarga baxt tilayman. Uzoq umr, shirin shakar farzandlaring ko'p bo'lsin. Shu yerda qatnashayotgan otajonim nomidan tabriklayman va ukam Hikmatullo nomidan ham qatnashayotgan qarindoshlar nomidan ham tabriklayman va xolam Dilafruz nomidan ham tabriklayman. Baxtli bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Singlim Hurmatli kuyovimiz Husan, sizlarga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Nima niyat qilsangiz, niyatlaringizni yetkazinglar. Shu yerda qatnashayotgan otajonim, ukajonim, barcha qarindoshlar nomidan ham tabriklayman. Rahmat. Rahmat, chiroyli guldiroz qasalar sizlar uchun bo'lsin deb qolamizda. Hurmatli mehmonlar, badiiy maydonimizga Xudo tomonidan kelgan akalarimiz, tog'alarimiz, yengalarimiz, xolalarimiz, barchalaringiz, hammalaringiz davramiz to'riga raqsga ihrom aylashga chorlab qolamiz. Yulduzlardan sog'inchim bizlarim. Dardim kuyga salolmaydi tor. Sizlarga bir iltimosim bor. Bir umringizga bo'lingizlar baxtli yor deb shunaqa davramiz to'riga san'atkorimizdan tog'amizning farzandlari Mirjaljon Ahmedov marhamat davramiz to'riga. Marhamat, Xudo tomonidan kelgan aziz mehmonlarimizni davramizga taklif etamiz. Marhamat, chiroyli raqslar bilan yoshlarimizni tabriklab qo'yamiz. Bana şimdi kim yazsam, oğlum dönmüş bir kavga.
Baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Gulshat akamiz davom etishadi, marhamat. Rahmat o'ynaganlar Murod maqsadiga siz deb qo'ygan. Tabrik so'zi bor ekansiz mehmonlar. Albatta hammamiz bugun shodlik xuramini ko'ramiz. Xuramizda har bir inson yaxshi bilan kelgan albatta o'yingli xursandchilik davom etadi. Tabriklar o'tkazib olamiz. So'ng barchalar hammalarini davramiz to'riga chorlaymiz aziz mehmonlar. Tilagan doimo yodida turing. Sevgan yoringizni xayoli bo'lib, bir umr shod zafarlar yuring. Dunyoda eng baxtli inson bo'ling deb qolamiz. Hurmatli mehmonlar, yurtdoshlar, vatandoshlar, davramiz to'riga aziz kelin-kuylarimizni taklif etar ekanmiz. So'ng davramiz to'riga onajonlarini, otajonlarini, onalarni ham davramiz to'riga chorlar ekanmiz. Marhamat qilamiz chiroyli gulzor qarsaklar ila badiiy maydonimizga aziz kelin-kuylarimizni taklif etamiz. Marhamat. Kelinglar davramiz to'riga. Hamda otalarini, onalarini, Sobirjon aka, Zigoy oyi hamda Gulchehra xola badiiy maydonimizga kelinglar, badiiy maydonimiz bilan chorlar ekanmiz. Together,
bo'lsin. Açılır yüreğim şer, ağır kırgın olan. Akamning yaşsın hoşray, ukamning aybini yashiray. Unutup ko'zini toshray, onamni ko'rgan bo'laman. Talash qilmaydi, bunga ko'pincha arzimaydi. Boshini og'ritib kelmaydi, onamni ko'rgan bo'laman. Otalarimiz uchun sog' bo'linglar. Sallanıp yürgen uyumda, surati bor turgan bo'yimda. Bir o'ynasın xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay. Dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay. Xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay. Do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansinlar men baxtga to'lay. Xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab qo'yay. Suyangan bağım, sho'ngan dog'im otam. Otamni, otamni. Davlatim boyligim qiblagohim mana otamni. Davlatim boyligim qiblagohim mana otam. Hazırlar. Sog' bo'linglar. Biroz qarsaklaringiz durduroz qarsaklar otalariga, onajonlariga qarsaklar ayamaysizlar. Har bir qarsaklar, har bir qarsaklar onalar uchun, otalar uchun. Otadir, onadir bizlarga panoh. Og'ritsak dinining eng og'ir gunoh, kimda esa ota yo'q, kimda esa ona yo'q. Agar qaranglar, otamiz bor ekan oilamiz tinch, onamiz bor ekan yurtimiz tinch. Mana shunday ota onamiz bor ekan, durduroz qarsaklar ayamaysizlar. Otajonlar bor bo'lsin, onajonlar bor bo'lsin. Hayronamiz farzandlar bu dam. Bu dunyoni tark etdi dadam. Dadangizni kuching qo'yib olmang. Bu dunyoda dadasi borlar. Dadalar ko'plarning ichiga yutib o'tirar ekan farzandini kutib.
farzand ketar ba'zan yo'q yumushning yetagini tutib. Mana shunday otangiz bor ekan kuyovdura. Mana shunday onangiz bor ekan qo'llab-quvvatlang. Iloyim sizlarga sog'lik, salomatlik, omad, baxt bersin deb qolamiz. Kelgan kelinimiz qadamlari qutuq qadam bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin, tut qo'yib falak yozsin. Farzandlarning orzu havasini ko'rib yashashni sizlarga nasib ro'z qilsin deb yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar. Marhamat. Aziz kelinlar, baxt qasriga kuzatib qo'yamiz. O'yin kulgi xursandchilik shodlikni davom etamiz. Otalar bilan aziz kelinlarni raqsga chaqiramiz. Marhamat. Oilalarımızdan birlikte. Başımızda pervaneler, onlar
Davom ettiramiz. Shine.